shuncha odam kelgan. Nima deysiz? Ha, siz gapingiz yo'qmi? Gapingiz yo'qmi? Bo'ldi, davay. Gapiring. Aka, faqat so'kmasdan, haqorat qilmasdan, davay. Xo'p. 19 minutli videoni qachon dokazatini qilib berasiz? Qachon 1 metr 1 metr urib uchirganini qachon dokazat qilib berasiz? To'xting. Ismingiz nima edi? Azbek. Azbek, men ismim Sirojiddin. Men videolarimni ko'rgansizlar? Ko'rganman siz videoni. Birorta joyda men o'sha video to'g'risida gapirganman. Dokazatini men qo'yib beraman. Ko'rsating. Sekund. Mana akalarimiz mana videolarga olishyapti. Yo'q, siz olmayapsizmi? Videoga olgan. Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Anchadan beri jonli efir qilmayapman, chiqish qilmayapman. O'zim ham muntazam Sirojiddin Mediani boshqatdan kanaliga kirib videolarini boshqatdan ko'rib chiqdim. Jonli efirlarni ko'rdim. Tanqid qilishyapti. Nimaga tanqid qilishyapti Sirojiddin Mediani? Haqiqatda xolis yoritmaganmi degan savol menda tug'ildida, videolarni, jonli efirlarni diqqat bilan ko'rib chiqib taxladimda sizlarga ham havola etyapman. Sirojiddin Media haqiqatda xolis yoritgan ekan. U ko'chadan kelib qolgan bloger emas. Sirojiddin Media haqiqiy professional jurnalist bo'lgani uchun ham xolis. Mana bu sizning fikringiz deb o'sha bemalol o'sha ikkinchi tomonga ham mikrofon tutgan, eshitgan, gapirmagan holatlarini endi Sirojiddin Media aybdor emas. Ular gapirmasa Sirojiddin Media yo'q, gapirasiz, men xolisman, sizni ham eshitishim kerak demaydi-ku. Ular gapirmasa Sirojiddin Media nima qilish kerak edi? Keyin mana hozir yana guvoh bo'lganlaringizdek 19 minutlik video, 9 minutlik video qayerda, nimaga tuhmat qilding? Bu ham bo'lmagan gap. Sirojiddin Media hech qachon bu gapni gapirmagan bo'lsa, bordir, kim gapirgan bo'lsa o'shalardan so'ranglar deb aytgan. Mana u bola ham isbotlab bera olmadi. To'g'ridan to'g'ri keldi, gapirdi, eshitdi, isbotlab bera olmadi. Sirojiddin Mediani men o'shaning uchidan diqqat bilan qayerni qochirib qo'ydim, qayerda xolislik qilmadimikin degan savol bor edi va yana bir marta guvohi bo'ldimki, Sirojiddin Media haqiqatda xolis yoritgan ekan. Agar o'sha payti ikkinchi tomon kelib bizni ham eshiting, siz xolis bo'lsangiz biz ham gapiraylik deganda gapirdi ham, mana eshitdi. Endi yaqinlari, uydagilarni aytayapman, gapirganda albatta eshitardi. Albatta olib chiqardi shu mavzuni. Albatta Sirojiddin Media bu ishda xolisligini men guvohi bo'ldim. Sizlar ham videoni ko'rib yana bir marta guvohi bo'lasizlar va undan tashqari Sirojiddin Media kanalidan olindi videolar. Bemalol ko'ringizlar. Biz hech kimni qamalishidan manfaatdor emasmiz deb aytayapti va bu jarayonlarda borib sudga gapiringlar, prokuraturaga gapiringlar va tergov qilayotgan insonlarga gapiringlar. Biz ularga ta'sir ko'rsata olmaymiz deb aytgan. Ikkinchi tomonda ham eshitamiz degan. Hammasini xolis yoritgan. O'sha kasbiga sodiq Sirojiddin Media xolisligi uchun ham men hurmat qilganman Sirojiddin Mediani va xolisligiga yana bir marta amin bo'ldim va men to'g'ri yo'ldaligimda yana bir marta o'zim uchun ham bir guvohi bo'lib qo'ydim. Sirojiddin Media hech qanaqasiga noxolis yoritmagan o'sha mavzuni ham. Men izohlarda ko'rdim. Menga nisbatan mana shu xolis emas degan tanqidlarni eshitganimdan keyin ham bir marta o'ylab ko'rib to'xta dedim, qayerni qochirib qo'ydim ekan deb boshqatdan ko'rdimda baribir guvohi bo'ldimki, haqiqatda Sirojiddin Media xolis yoritgan ekan. Assalomu alaykum. Shuni ko'rsating, gap yo'q. Nima ekan? Ko'rsating. Videoga tushib qolmasanglar, bu yoqqa o'tib olinglar aka. Biz prezident odammiz. O'zbekiston odamimiz. O'zbekistonda tug'ilganmiz biz. Gapingiz bo'lsa bemalol ayting. Agar gaplaringiz bo'lsa albatta. Birorta joyini uzmasdan chiqaraman. Otabek bilmadim. Yo'q, jo'ray. Gaplashyapti. Agar mana jonli efirda kimning gapi bo'lsa, haqiqatda mana bemalol. Siz tayyorlanib oling-da, birinchi savol berishdan oldin. Tayyorlanib oling. Kelinglar, 10 kishi kelolmanglar. Yo'q, uni siz hal qilmaysiz-ku. Bittadan kelinglar, gruppovoy bosim qilib kelmanglar. Mana qarang-da, 20-25 ta odam kelyapti sizlar tomonidan. Hech kim hech nima deyotgani yo'q-ku. Bittadan kelinglar, gruppovoy quvonib ham bosgansizlar sizlar. Birinchi boshlig'i gapim bor. To'xtang, bular ana qolsin. Aka, qo'yinglar. Akalar. Maktab formasini kiyib olib qaysi so'rab yurishi shartmi bu qizni? Mana bu sizning fikringiz, ha, bu fikrim o'zimning fikrim. Davlatimiz bergan uyda
Yo'q, buni sud hal qilyapti-yu, sud hal qilyapti-yu. Sen aytib qo'yapman. Ha, bo'ldi, fikringizni aytdingiz, bo'ldi, rahmat aka. Qanaqa siz tomon bo'lib aytaymi? Yo'q. O'zimni fikrim. Ha, bemalol. Ha. Siz aytyapsiz, formada kelish shartmidi, deyapsiz, qarz so'rab uyga borish shartmidi degan savol qo'yapsiz. deb o'ylayman. Ha, tushundim. Endi lekin Siz savol o'shani bekor qilgan demoqsizmi? Soliq rahbari o'zini oyligiga qilgan uyda qarz bo'lsa bersa bo'lmasdimi? Bank qilib olganmi davlatimiz bergan uyda u odam? Bularga chora yo'q. Ya, siz shunaqa fikrdasiz. Men shunaqa Rahmat. fikrdaman. Bo'ldi. O'zini uyda bersin edi qarz opasini ukasiga. Davlatimiz bergan uyda bank qilib olgan. Endi chiqarasiz meni ha. Bo'ldi, topa olmadingizmi? Sekund. Tayinlab olmabsiz shunga. Do'stim Azizbekda ismingiz. Men unaqa gapni gapirmaganman, shuni bilib oling. Yo'q, topa olmaysiz uni. Topa olmaysiz. Jonli efir aka, jonli. Video qo'ymayapmiz, jonli chiqaryapti. Gapi bo'lsa Aka, biz mana mashinamiz yonida turibmiz, o'zlari kelishyapti. Tushunyapsizmi? O'zlari kelyapti, biz chaqirayotganimiz yo'q. Sizlarga e'tiroz yo'q, brat. Normalni gaplashyapmiz sizlar bilan. Bo'ldi. Biz mashina qilib keldik. O'shancha videoni uzmayapmiz-da. Deylik, kamerani. Sudga kelganlarni kirgizmayman. Endi hozir mana Stankani ham nimalar norozi bo'lishyapti. Biz orqamizdan taqiban kelishyapti-da do'stlar, taqib qilishyapti orqamizdan kelib. Mayli, endi buni sud hal qiladi, buni aytib turibmiz, lekin bir to'da erkaklar taqib qilib, ayollar haqorat qilib, shunga o'xshagan Gulyanani ham haqorat qilib tashlashdi. O'z nima bilan sud ichida eshitib o'tdi, kameralar ham bor. Yana nima deyishyapti? Bular sudga blogerlar kirmasin, faqat bir kishi kirsin deydi. Endi uni ular hal qilmaydi. Biz hammamiz mustaqilmiz, biz boshdan yoritib kelganmiz bu narsani. Ana kirishyapti. Bizga o'sha xolis yoritaman degan jurnalist ham kiryapti. Biz ham xolis yorishni xohlayapmiz. Lekin bunaqa deb taqiq qo'yish bu noto'g'ri-da. Mana shu hozir qilib turaylik. Otabekga ham e'tiroz bildirishyapti hozir mana. Otabekga ham hozir borib olib, "Sen u degansan, bu degansan" deb orqamizdan kelib nima qilyapti-da. Tushunyapsizlarmi? Orqamizdan kelib taqiq qo'yib yurishibdi. Biz ularning yoniga borganmiz, o'zlari kelyapti. Biz sekin boshliqlik bilan tushuntirishga harakat qildik. O'sha Jasur Rasulov qarindoshlariga. Undan keyin bilmadim, kimdir qaynonalari, nimalari bitta ayolga bir 4 ta 5 ta ayol baqir-chaqir qilib tashlashdi. Men ko'rganimni aytayapman. Yo'q, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deylar. Biz shu ishlarni yorityapmiz, ko'rsatyapmiz. Baholi qudrat betaraf bo'lib. Sizlar o'ylashinglar mumkin, betaraf emas deb, lekin men unaqa deb o'ylayman, biz betaraf bo'lishga harakat qilyapmiz. Mana hozir men o'sha savol-javoblardan qo'limdan kelgancha o'sha ham yozib oldim. Mana aytasizlar menga. O'sha sudlanuvchilarning qarindosh urug'lari nimalar bor, mana yozib olganman. Ertaga bilan sekin-sekin o'qib, yana esimga tushgan narsalarni sizlarga aytib beraman. Nima bo'ldi? Agar yolg'on gapirgan bo'lsam aytasizlar. Biz keyin unaqa biz Gulirona tomon emasmiz. Biz haqiqat tomonimiz. Ana sud hal qilgan bu narsani boshida, u qonuniy kuchga ham kirgan. Endi kassatsiya ketyapti. Buni ham kutaylik. Sudyalar qonuniy olib boryapti deb o'ylayman. U baqir-chaqir bilan hech nima bo'lmaydi, qadrdonlar. Ayniqsa shu qarindosh urug'larga aytgan bo'lardim. Bu kerak emas. Faqat sizlar 25-30 ta odam kirib, bu yoqda boshqa odamlar qolib ketish kerak emas. Sen kimsan, u nimasan, qarindoshimisan? Bunaqa gaplarning keragi yo'q. Biz kiryapmiz, ko'ryapmiz, keyin ko'chaga chiqib olib provokatorlik qilish. Bu narsa bilan hech nima hal bo'lmaydi, qadrdonlar. Bizni yo kim tarafda bo'lgan taqdirimizda ham bir narsa hal qilmaydi.
u yerda o'zini ustalari turibdi. Mana sud bo'lyapti. Qanaqa qaror chiqarishini ham bilmaymiz. Bundan keyin agarda qaror o'zgarmasa yo o'zgarsa, bundan keyin Oliy sud ham bor. Boya so'z ham berdim. Ana gapinglar bo'lsa gapiringlar desam, savol beryapti. Fleshga. Men fleshga to'g'risida gapirmaganman, topib ber deyapman. Bo'lsa bordir, bo'lmasa yo'qdir. Men uni bilmayman. Bular aytyapti, kerakli paytida taqdim qilamiz deyishyapti. Nimalardir bordir ularda ham. Hammani ham ish boshiga ish tushishi mumkin, tashvish tushishi mumkin. Biz boshidan oxirigacha aytib kelyapmiz. Biz kimnidir qarindoshini yo kimnidir otasini yo bolasini qamalishini xohlamaymiz. Biz ular bilan ko'rishmaganmiz ham. Oldindan ham tanimaymiz do'stlar. Men bugun o'sha Jasur Rasulov dadasi bilan ham gaplashdim. Ko'p gaplasha olmadik, lekin bir jiyanim ekan, kim bilandir gaplashdik. Ularga ham to'g'ri tushuntirdik. Birorta bizga pretenziyalar bo'lsa aytinglar dedik. Desak, o'z yaqin qarindoshlar ekan, yo'q, sizga pretenziyam yo'q dedi. To'g'ri, Otabekka pretenziyam bor, unga savolim bor dedi. Mayli, bo'lsa o'ziga savol bering deb aytdim. Oxirgi gap o'sha hozirda o'sha qamoqda o'tirgan hamyurtlarimizni qarindosh urug'lariga ham gaplarim bor. Kelinglar, kutaylik. Farzandlaringiz agarda jinoyat qilmagan bo'lsa, albatta biz sudga ishonamiz. Ularni oqlaydi. Biz bunga aralasha olmaymiz. Na Abror aralasha olmaydi, na o'sha Ulug'bek Temur aralasha olmaydi, na Otabek Jo'rayev, na Otabek Hamidov sudning qaroriga hech kim ta'sir o'tkaza olmaydi. Hamma narsani vaqt ko'rsatadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa degan sonlar, shunaqa degan sonlar, shunaqa degan sonlar. O'sha gap. Shu bitta joyga yopishib olgan. Yana bir bor qaytarib aytib o'tay. Men u ko'p aytganmiz bu narsani. Men u insonlarga, qamalgan odamlarga bir yomonligim ham, boshqa narsa ham bir meni arpamni xomurgan joyi yo'q. Biz faqatgina qonun ustuvorligini so'rayapmiz, xolos. Ularning ham bola chaqasi bor. Hamma uchun o'zini yaqinlari qadrli. Bizga ham, ularga ham. Biz kimnidir qaqshashini xohlamaymiz. Faqat biz qonuniy davlatda yashayapmizmi? Hammamizga qonunlar bir xil bo'lishi kerak. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sirojiddin Media kanali. Bu mavzudan sal uzoqlashamiz desak, yana bizni tortishyapti-da. Bizni nimalardir ayblayapsiz? Lekin xuddi shu ishlarni o'zingiz qilyapsiz. Bizni ayblayotgan ishlaringizni o'zingiz qilyapsiz. Ba'zi bir odamlar, meni bitta gapimga yopishib olgan odamlarga men hozir o'sha videoni ham qo'yib beraman. Yechintirilgansiz, xo'rlangansiz, o'shanga o'xshagan gaplarni mana aytgan degan joylarini men sizlarga hozir yana qo'yib beraman o'sha videodan. Sizlarga tushuntirib beraman men u yerda nima demoqchi bo'lganimni. Eshitamiz. Nasıl taqa to'g'ri turib chiqib ketadi. U hatto erkak kishi ham unaqa qilolmaydi. Demak, hattoki siz ularni qo'lidek o'sha sizni sha'ningiz bilan bog'liq narsa bo'lsa ham yechintirilgan siz mayli endi qo'pol qaytishga majburmiz. Siz ochiq bo'lishini talab qilyapsiz, lekin sizga o'sha nisbatan zo'ravonlik qilganlar yopiq o'tkazishni xohlayapti. Xuddi shunday. Shu sudya shuni ko'rmayaptimi degan savol tug'iladi-da. Ko'ryapti. Eshityapsizlarmi gapimni? Nima deyapman men u yerda? Yana bir bor aytaman. Birinchidan bu video hali tarqamagandi. O'sha ichki ishlar xodimlari bu voqeani videosi tarqamagandi. Gulirona Qosimova shu iddaolar bilan chiqqanda meni xo'rlashdi, yechintirishdi, to'g'rimi? Biz shu narsani o'ziga aytib, savol tariqasiga beryapmiz. Oxirida bu savol deb aytyapmiz. Yo yana boshqatdan qo'yib beraymi? Safar ishonasizmi? Sizga o'sha nisbatan zo'ravonlik qilganlar yopiq o'tkazishni xohlayapti. Xuddi shunday. Shu sudya shuni ko'rmayaptimi degan savol tug'iladi-da. Ko'ryapti. Tushunyapsizlarmi? Biror narsada ayblashdan oldin sizlar shu narsani videoni ko'ringlar. Bular faqat ikkita joyi kesib olgan. Yechintirilgansiz, xo'rlangansiz bo'ldi. Shu joyni kesib olganda tashab bir-biriga beryapti. Shunga bular ishonib o'tiribdi. Bu
savol tariqasida berilyapti bu narsa. Men ataylab buni qo'yib berdim. Hozir menga ko'pchilik yozadi deb. Ataylab qo'yib beryapman. Bu narsani hech bo'lmasa o'sha 30 sekundini eshitdinglar. Ikkita gapni ilib olmasdan. Yana qaytarib aytaman. Xuddi yechintirilgansiz, sizni xo'rlashdingiz, yana sudda yopiq o'tkazishyapti. Nimaga bunaqa qilyapti degan sudyaga savol tug'iladi, deyapman. Savol deb yana ham aytyapman. Shu narsani yaxshilab tushunib olinglar. Biz Ulanani o'zini gapidan kelib chiqib aytyapmiz. Shunaqa degan sonlar, shunaqa degan sonlar, shunaqa degan sonlar. O'sha gap. Shu bitta joyga yopishib olgan. Yana bir bor qaytarib aytib o'tay. Men ko'p aytganmiz bu narsani. Men u insonlarga, qamalgan odamlarga bir yomonligim ham, boshqa narsa ham bir meni arpamni qomurgan joyi yo'q. Biz faqatgina qonun ustuvorligini so'rayapmiz, xolos. Ularni ham bola chaqasi bor. Hamma uchun o'zini yaqinlari qadrli. Bizga ham, ularga ham. Biz kimnidir qaqshashini xohlamaymiz. Faqat biz qonuniy davlatda yashayapmizmi? Hammamizga qonunlar bir xil bo'lishi kerak. O'sha mana video chiqardim. Bir advokat, xulqi yo'q advokat bo'yicha o'sha Akmal Xo'jayev bilan Jasur Rasulovni advokatlardan biri deb aytdik. Juda ham buzuq gaplarni o'sha Abror aytgandek qo'shniga bizga nima bo'lgan boshqa davlat fuqarosi bilan отчет berayotgan audiosini ham eshitdik. Bizga boshqa advokatlar ham chiqishdi. O'sha ishda qatnashayotgan, o'sha qamalganlarni tomonidan chiqayotgan advokatlar boshqalari chiqib aytayapti. Aka, biz o'tda ne prichommiz? Siz o'shani iminni o'zini kimligini topib ayting, bizga ham noqulay bo'lyapti deb aytdi. Yaxshi vijdonli advokatlari ham bor u yerda. Akmal Xo'jayev bilan Jasur Rasulov vijdonan ish qilayotgan advokatlari ham bor. Va ikkinchi masala, o'sha Gulhayo degan qiz, ayol o'zaro gaplarini tarqatishyapti. Yana o'sha borib, bu chet eldagi qo'shniga yetib boryapti Abdazimov. Siz o'zingiz kirib gaplashib o'tiribsiz o'sha kanallaridan. Shun bilan bu axloqi yaxshi bola deb o'zingizni shuncha haqorat qilgan bo'lsa ham axloqi yaxshiligi uchun gaplashib o'tiribsiz. Men hayotda unaqalar bilan gaplashmagan bo'lardim. Menga har kuni telefon qiladi o'sha Temur Rais degani, Ulug'bek degani. Men o'zimga or qilaman u bilan gaplashishni o'zi. Shunaqa gaplar do'stlar, to'g'risida jim o'tiringlar. Bo'ldi. Bizni ham tilimizni qichitmanglar. Unaqa edi, bunaqa edi deb bitta gapni yana qayta chaynurmanglar. Bitta gap o'sha, qani isbot qilib bersam, yechintirilgan isbot qilib bersam, o'sha yaxshi bitta joyini topib olibsizlar. Sal nitkasi nimaroq joyi, ya'ni noqulayroq joyi. Faqat shu yoqqa yopishib olgan. Oxirgi gap o'sha hozirda o'sha qamoqda o'tirgan hamyurtlarimizni qarindosh urug'lariga ham gaplarim bor. Kelinglar, kutaylik. Farzandlaringiz agarda jinoyat qilmagan bo'lsa, albatta biz sudga ishonamiz. Ularni oqlaydi. Biz bunga aralasha olmaymiz. Na Abror aralasha olmaydi, na o'sha Ulug'bek Temur aralasha olmaydi, na Otabek Jo'rayev, na Otabek Hamidov sudning qaroriga hech kim ta'sir o'tkaza olmaydi. Hamma narsani vaqt ko'rsatadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.